Burun ochuvchi dorilar. Bu doridan to'g'ri foydalanish kerak. Agar noto'g'ri foydalansa, bu shu doriga o'rganib qoladi. Hozirgi rejalashtirgan operatsiyamiz ham bemorimiz 10 yildan beri shu doridan foydalanib kelgan. Endoskopda ko'rganimizda past sig'inonlar ishib ketgan, ya'ni lekarstvo rinit va burun to'siq qiyshiqligi bor. Rejalashtirgan operatsiyamiz septokonoplastika. Aytgan nafsizlik bilan foydalangan bu bemorimizda mana shu sig'inonlar ishib turadi. Hozirgi paytda shu nafsizlikni qisqartirib oldik operatsiya qilayotganimizda. Va chap tomonda aytganimizdek burun to'siq qiyshiqligi, juda keskin qiyshiqlaydi. Xolos operatsiyamiz tugadi. Mana shu yerda burun to'siq qiyshiqligi joyi bor edi, to'g'irladik. Past sig'inonlarni qisqartirdik, yo'llar ancha keng. O'ng tarafida ham burun to'siqlarini, sig'inonlarni qisqartirib, xolos bemorimiz endi yaxshi nafas oladi.